Mava bibilalarniki yangi chiqqan mahsulotda kelarkayning vazifasimi? Ya kim akira? Bo'ldi. Ha? Bilsam bilmasam mashina o'stirib demoqchi. Yaqin boshqa bir ishda. Ruxsat so'ragan keldim yana. 2 soatlik bu ishlardi. Tugmaydigan 2 soat bu. Kun 2 soat so'ramsan. Bir kun 2 soat so'rasang bir oyda qancha soat topib ketdi bu? Başlaydır. Ben ruhsat soray degandim. Sizga nima bo'ldi? O'g'il do'stim mashina so'qqa tutdi. Nima? O'g'il do'stim mashina so'qqa tutdi. Voy, mishligimni so'ramdi, chaqab bering, doktorxonaga gapiringlar. Rahmat deydir. Tiz bering, ha, chaqab bam qo'ymay. Voy, mana nima? Kimga ruxsat berdingiz başlaydir. Men bir vesimiz açmam o'xshash. Başa o'xshab o'rningga. Başlaydır, ma'mur ruxsat bersangiz bo'pti-ku. Sizga nima bo'ldi? Akamning mashina so'qqa tutdi-ku. Voy, bir sanga so'qab o'ynayapsizlar bu yer. Bering, Rahmat. chaqam bering, ha. Voy, nima bo'ldi bu ham o'g'laga? Shuni qilamsan? Ya, sening qiz do'stingni mashina so'qatdim ya. Men qiz do'stimga bu so'qmadi, lekin avvalning aksidan o'g'il do'stim men so'qatgan. Unda demak. Nima? Men so'qdim. Hey! Ikisini men so'qatgan shu. Voy, bu yerning chiqishidan sen. Darhol berma, qattiq saqsib o'zim ma'lum qilaman bu yer tumay. Mana chaqqan. Ruxsat berdingizmi? Voy, mana mush ishga ruxsat so'rab bu. Jiddiy ishqa.